Assalomu alaykum. O'zbek Telekom oilasiga xush kelibsiz. Bugun siz bilan sizning kundalik hayotingiz va mehnat faoliyatingizga doir bo'lgan eng dolzarb mavzulardan biri mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi madaniyati haqida suhbatlashamiz. Tasavvur qiling, bir tomonda har qanday qulayliklarga ega bo'lgan ofisda ishlayotgan xodimlar, boshqa tomonda gavjum shahar va dala sharoitida aloqa kabelini tortayotgan brigada, ya'ni elektromontorlar, kabel payvandlovchilar. Vazifalar har xil, lekin ular bir narsada teng. Har bir xodimning sog'ligi va hayoti qonun bilan ham, kompaniya tomonidan ham himoyalangan bo'lishi kerak. Mana shu himoya tizimini biz mehnat muhofazasi deb ataymiz. Mehnat muhofazasi bu mehnat jarayonida xodimlarning sog'ligini, ularning mehnat qilish, dam olish huquqlarini saqlanishini ta'minlovchi qonunchilik, ijtimoiy, texnik, gigiyenik va davolash profilaktika tadbirlari, vositalari tizimidir. Bu haqida batafsil videodan keyin ma'lumot olishingiz mumkin. Xavfsizlik texnikasi bu sizning hayotingizda ishlab chiqarishning zararli omillari ta'sirini oldini olishga qaratilgan tashkiliy tadbirlar va vositalar tizimidir. Xavfsizlik texnikasi sizning hayotingizda mehnat faoliyatingiz davomida salbiy, noxush holatlarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar va vositalar tizimidir. Bilib qo'ying, bu qoidalarning buzilishi sizning jarohatlanishingizga va sog'ligingizni keskin yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi faqat qog'ozdagi yo'riqnoma emas, balki aniq qoida va amaliy choralar. Bular o'qitish, instruktajlar, ruxsatnomalar tizimi, blokirovkalar, ekranlar, xavfsizlik belgilaridir. Ishlab chiqarish sanitariyasi bu kasallanishga va mehnat faoliyatini pasayishga olib keladigan omillarning oldini olish bo'yicha tashkiliy tadbirlar va texnik vositalar tizimidir. Ishlab chiqarish sanitariyasi bu kasallanishga va mehnat faoliyatini pasayishga olib keladigan omillarning oldini olish bo'yicha tashkiliy tadbirlar va texnik vositalar tizimidir. Bilib qo'ying, siz har kuni zararli omillarga duch kelib, asta-sekin sog'ligingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Sanitariya tizimi aynan shuni bartaraf qiladi. Yong'in xavfsizligi va elektr toki ta'siridan himoyalanish mehnat muhofazasi bilan yaqin bog'liq. Nega deysizmi? Chunki yong'inlar ishlab chiqarishda ham, maishiy hayotda ham nafaqat moddiy boyliklar, balki insonlarning hayotiga xavf tug'diradi.